Hozir men sizlarga super miyaga bo'lish uchun top 4 ta eng zo'r usulni aytib beraman. Birinchi usul. Bu qanday oddiy tuyulmasa, bu baribir kitob o'qish. Ya'ni qanchalik ko'proq ma'lumot boshingizga kiradigan bo'lsa, u ma'lumot sifatli bo'lsa, sizning miyangiz kuchayishni boshlaydi. Default tizimi ham miyamizning eng kuchli zonasi aynan shu prinsip bo'yicha ishlaydi. Shuning uchun kitoblarni filtrlash kerak, kitoblarni to'g'risini o'qish kerak, iloji bo'lsa ilmiy kitoblar bo'lishi kerak. Va o'sha kitoblar bilan boshingizni, miyangizni boyintirishingiz kerak. Shunda miyangiz yaxshiroq ishlaydi. Ikkinchi maslahat bu tasavvurni rivojlantirish. Ko'proq kreativlikni rivojlantiring. Tasavvurni rivojlantiruvchi turli xil badiiy kitoblar yoki kinolarni ko'rish ham foyda bo'lishi mumkin. Yoki mnemonika bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni tasavvuringiz qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik xotirangiz kuchli bo'ladi, shunchalik sizning miyangiz kuchli bo'ladi va yaxshiroq ishlaydi, sizga ko'proq foyda keltiradi. Uchinchi maslahat bu aqlli insonlar bilan va mantiqi rivojlangan insonlar bilan ko'proq suhbat qilishga harakat qiling. Agar bunaqa imkoniyat bo'lmasa, podkastlarni ko'ringlar va shunaqa insonlarning suhbatlarini ko'ringlar. Bu bo'lishi mumkin olimlar, turli xil tadbirkorlar va hokazo. Shu insonlardan fikrlash modelini sekin-sekin o'zingizning miyangiz olishni boshlaydi, o'g'irlashni boshlaydi va siz ham aqlli inson bo'lishni boshlaysiz. To'rtinchi maslahat supermen bo'lish uchun bu o'zingizni to'g'ri deb bilgan narsalaringizni so'roq ostiga qo'yish. Bu maslahat eng qiyini, lekin aynan shu daraja, aynan shu maslahat sizni intellektual darajada eng tepaga olib chiqadi. Faqatgina o'zini to'g'ri deb bilgan narsasini so'roq ostiga qo'yib, qani o'zi bu to'g'rimikin deb o'ylay oladigan insongina juda ham aqlli bo'lish